Qo'yishgani bilan keyin davolashdimi uni? Xo'p, to'ppa-to'g'ri. Xo'p, uni masalan, adenomiyozga umuman estrogenni aloqasi yo'q. Naоборот, biz estrogendan qo'rqamiz adenomiyozda. Endometriy o'sib ketadi, pishniy bo'lib ketadi. O'zi yetarli o'syotgandi, ko'cholmayapti udi. Ikkinchi fazadagi gormonni yozsa joyiga tushadi shu holat. O'shaning uchun mumkin emas ko'klar. Xo'p, endi nima uchun demak bu tuxumdonni gormoni kamayishni boshlaydi? Bu o'zi suyosh judayam. Jinsiy hayot neregulyarni bo'lsa, 2 marta sperma tushmasa haftada, prezervativ saqlansa, abortlarni soni ko'p bo'lsa, vitamin D yetmasa ham bo'ladi. Vitamin D. Xo'p, endi hozir saqlanishi boshqa yo'lini ham qilolmaymiz bu holatda, chunki spiral mumkin emas, sheyka yaxshi.